Assalomu alaykum. Hammaga xayrli jumalar. Bugun men sizlarga coachlik haqida, coach nima, bu coach so'zi nima, coachlikning vazifasi, asosiy vazifasi nimadan iborat va coachlikda siz coachdan nima olasiz, o'zingiz uchun qanaqa foyda olasiz? Mana shularni tushuntirib berishga harakat qilaman. Coach so'zi bu sport so'zidan olingan bo'lib, coach biznes sohasidan, sport sohasidan va psixologiya sohasidan birlashgan coach. Endi coach so'zi ya'ni murabbiy, ustoz deb atasak ham bo'ladi. Ya'ni sizning hayotiy maqsadlaringizga hamroh bo'lish jarayonida coach sizga yordam beradi. Ya'ni sizda muhim sohalar bor-ku, hayotiy jabhalaringiz bor, hayotiy doira bor. Buni bilsangiz kerak, bilmasangiz ular nimalar bo'lishi mumkin? Sizning kelajagingiz uchun, yurish uchun muhim sohalar. Bu bo'lishi mumkin sog'lik, bu bo'lishi mumkin pul kerak sizga kelajak uchun, to'g'rimi? Oila, farzandlar, shaxsiy rivojlanishingiz kerak, ruhiy rivojlanishingiz kerak, biznes, karyera, ya'ni qalb kasbingizni sohalar, mana shu sohalar, bundan ham ko'p sohalar bor. 8 ta soha bilan coach ishlaydi. Coach sessiyalari bo'ladi. Coach sessiyalar 8 ta sessiyadan 16 ta sessiyagacha davom etadi. Ya'ni 8 ta sessiyada bitta maqsadingiz bilan ishlaydi. O'sha maqsadingizga ketish jarayonida coachingning asosiy vazifasi sizga bilim o'rgatish emas. Siz shundagi ham bilimingiz bor. Sizga o'sha ketish jarayonida, o'sha maqsadingizga erishish, natijaga chiqishingiz uchun, o'sha yechimlarni topish uchun sizga o'sha o'zingizda, ichingizdan javoblarni topa olishga hamroh bo'lish jarayonidir. Tushuntira oldimmi? Biz ko'ramiz, biz bilamiz, hamma narsani yaxshi tushunamiz deb o'ylaymiz, orzu qilamiz, uy olishni yoki misol aytayapman, uy olishni yoki eng oxirgi rusumda avtomobil olishni yoki qanaqadir biznes ochishni, xullas shunaqa har mani o'zining hayotiy doira sohasidan kelib chiqib maqsad topiladi. O'sha maqsadga siz qandaydir qadam qo'ymasangiz, xayolingizda o'ylab yurganingiz bilan u maqsadga erishib qolmaysiz. O'sha maqsadga erishishingiz oson, yengil, natijaga chiqishingiz uchun bu